haqiqatda oldin xo'jayin pul oluvdim. Kerak bo'lib qoldi. Ona bilan mazalari yo'q edi. Doriga pul kerak edi. O'shanga hozir endi srochni ketishim kerak. Banisiga bormasam bo'lmaydi. O'zingiz bilasiz, erkak bo'lib turadi. O'shan xo'jayin pul bermayapti hozir. Birinchi qarzini yopib, keyin ketirib pasportlarimni olib qo'yishgan aka. Hop, pasportingizni olib qo'yib, nima qarzing to'ladi otda? Qarzing to'ladi, keyin ketirsam deyapti. O'shan ketmasam bo'lmaydi aka. Odamlar mazasi yo'q. Ha, hop. Mana telefon bor endi. Nima qilyapsiz aka? Bu kuni tomdan tushib ketib qoldi-da aka. Ishlayotganingizdan. Ha, ishlayotgan, antenna tushib ketdi. Parolingiz nechi? 63 aka. Aka, mana qarang, unaqa qilmang, bo'ldi. Endi siqilyapman-da aka. Umuman unaqa narsa qilmang aka. Alishganaga bataragiz. Bilmadim, men ham yaxshi tushunmayman telefonga. 64 ta. Mana nega tushib ketib qolganikin tepadan. Men sizni o'zi ko'rib yurardim-da, o'shani chaqiruvdim. Nechi pul aka? Bilmadim endi narxni. Nechi pul berishingiz kerak? Bularga 8000 so'm berib olishim kerak. 8000 so'mni hozir shunaqa qilib. 8000 so'mga. Pasportlarni olib qo'yishgan aka. Pasportingizni ham olib qo'ygan. Hozir ketmoqchi bo'lsangiz, keta olmaysiz, pasportingizni qaytarib olishingiz kerak. Men bugun pul berib keyin ketishim kerak. Hozir bu nechi pul olasiz buni? Bilmadim endi hozir. Aka, men sizga nimadir deyishga ham hayronman-da bu ahvolingizga. Kelishtirib o'zingiz ana sharoitingizdan qarab beravering endi nima. Nechi pul? Hozir sizga nechi pul bo'lsa ishingiz bitadi. Hozir o'zi menga qancha ko'p bo'lsa shuncha yaxshi o'zi. Hop. O'zi men bularga 8000 berib olishim kerak. Keyin yo'lkiriga pul kerak ketishga. Endi dori-darmon olishim kerak. Yo'lkiringizga nechi pul ketadi? Yo'q, $100 ketsa kerak hozir. Общий hammasi. $100 yetadi hozir. Aka, menga qarang, buni hozir agar bozorga tushsa ham, oldingizga kelganimda ham 400 ming so'm, 500 ming so'mga olardim buni. Hop. Hozir $100 bilan ishingiz bitadimi? Bitadi aka. Onani oldinglarga borasiz. Mana 5 oling. $100 berib tursangiz yaxshi bo'lardi aka. Bo'ldi aka, mana shu. Rostdan $100 berib. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Mana 1,5 million aka. Sanang. 15, 1,5 million. 1,5 million. Mana buni qarang aka. Buni nima telefoningiz bor hozir tutishga? Telefon oddiy prostoyim bor. Qani? Mana bor. Ukangizda bormi telefon? Yo'q, bunda yo'q telefon. Buni mendan qilaylik, ukangizga bering-da. Men buni o'zingiz tuting. Hop. Xudo xolasa ko'chada 100% hali ko'z-ko'zga tushadi aka. Mana 5 oling. Aka, men to'g'risi ona uchun. Siz uchun emas. Odamlar ko'paysin hayotda aka. Siz uchun emas, ona uchun aka. Xudo men buni aka shundoq pulni basharasiga oting-da. Basharasiga otib turib, pasportingizni oling-da, chiqib ona oldiga boring. Xudo xolasa aka, keyin aloqalashinglar. Nimadir ish-pish bo'lsa ham birga qilamiz. Bo'ldi, rahmat Bu telefonni ham men aka bundan zo'rini qilamiz, xudo xolasa. Sog' bo'lsin aka, rahmat. Rozimisizlar? Bo'pti aka. Charchamaylik. Rahmat.